Telefonlashganimiz. Assalomu alaykum. 15 Pro Max shu. Voy, nima qilganingiz? Qaramaysizmi? Stiklosi bormidi? Aha, bor edi. Ushlab turingchi. Qarang, narxiga ta'sir qilmaydimi? Toza turibdi mana. Hech narsa qilmagan. Qaysi stiklodan qo'ydiringiz? Nima oti? Nice monkey. Nice Monkey-midi? Sizga va'da qildim, eng qimmat narxga telefoningizni olib qolaman, to'g'rimi? Xo'p, ZA region ikkita sim kartalik 256 talik ekan. Yomkisi necha? 89. 89. Yomkislik 763 sikl ekan. Xo'p, komplektda nimalari bor? Zaryadniki bor, o'zini dokumentlari o'zida. Zaryadnigini xo'rlabsiz. Shunaqa bo'lib qoldi. Qancha deyapsiz? 950. 950. 880 ga olib qolaman. Rozimisiz? Yo'q, qancha bu 900 qilib bering. 900 qilib bering. Chunki iPhone 16 men o'zingizlardan yana xarid qilmoqchiman. Mayli, 900 sal qimmatroq ovoramiz. 15 Pro Max lar hozir hadovoy bo'layotgani uchun faqat 16 Pro Max o'zimizdan olasiz. O'rtoqlar, bizdan 16 Pro Max lar 3 oylik, 6 oylik muddat to'lovga ham qilib beramiz. Xuddi shunaqa o'zingizlarni 13, 14, 15 yillarni olib kelsanglar 16 ga almashtirib beramiz. Telegram kanaliga o'tib bemalol narx-navo bilan tanishib olsangiz bo'ladi. Eng to'g'ri tanlov Telefon zubi. ana, rahmat, siz ham qoyil degan artistizm bor ekan. Videoga tushishga sal hayajonlanyaptilar, xat bo'lish yo'q. To'g'ri tushunasizlar degan umidda biza. Yoqdimi sizga? Ha, rahmat. Xizmatlarimiz telefon zubi eng zo'ri. Eng zo'ri. Eng zo'ri.